qon bosimining doimiy o'zgarishi yoki doim baland olib yurish, gipertoniya, kasallikdan xalos bo'lish uchun istalgan yo'lni tutadiganlar ko'p. Buyuriladigani, ichiladigani tabletka, kimyoviy qo'shimchalardan tarkib topgan donachalar, ammo qon bosimini me'yorga keltirish uchun qo'llaniladigan kimyoviy preparatlarning zarari haqida o'ylab ham ko'rilmaydi. Masalan, qon bosimi oshib ketganda tabletka ichishadi, 15 minutda, yarim soatda tushirib beradi. Lekin nimani evaziga? Buyraklarimizni o'ldirganimizni evaziga, haligi chiqadigan o'sha gormonlarimizni, reninni to'xtatib qo'ygan evaziga biz qon bosimlarini tushiramiz. Kaliy doim biz yo'qotamiz. Kaliy eng kerakli mikroelementlardan bittasi-yu, yuragimizning ozuqasi, albatta, albatta. Mana bu mahsulot bilan bemalol yosh, qari, profilaktika, kasallik bo'lsa, kasallikni davolash uchun ishlatsa bo'ladi. Agar qon bosimi 130 ga 90 dan yuqori bo'lsa, davolanish uchun mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Yuqori qon bosimi 3 asosiy bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqich 140 ga 90 va undan yuqori, ikkinchi bosqich 160 ga 100. Uchinchi bosqich 180 ga 110 va undan yuqori. Yurak qon bosimi ayollarda ham, erkaklarda ham qon tomirlari va yurak xurujlari xavfini sezilarli darajada oshiradigan asosiy omildir. Spirtli ichimliklar chekish, ortiqcha ovqatlanish, shuningdek, stress va harakatsiz turmush tarzi yuqori qon bosimi va gipertoniya rivojlanishining sabablari ekanini hammamiz bilamiz. Kam suyuqlik ichish, taomnomamizda tabiiy vitaminlarning kamligi, o'zini o'z bilganicha davolash, hammasi bizning hayotimizda bor. Shuning uchun ham Wellner salomatlik markazi malakali mutaxassislarni jamladi. Yurak qon tomir, qon bosimi bilan bog'liq vaziyatlarda ularning ko'magi sizga asqotadi. O'z ishining ustalari esa yuqorida sanalgan kasalliklarni yaqinlashtirmaslik uchun resveratrol 100% tabiiy biologik qo'shimchasini tavsiya etishadi. Fransuzlarni o'rganishdi. Bular shunchalik ko'p yog'li narsalar yegani bilan ularning umri nega uzoq? O'rganish jarayonida shuni aniqlashdiki, uzum, qizil uzumning danagi va po'stlog'ida juda ko'p konsentratsiyaga boy bo'lgan resveratrol, o'sha tabiiy polifenol vujudga olindi. Qon aylanish sistemamizni yaxshilaganni evaziga, miyani kislorod bilan to'yintirganni evaziga ana shu resveratrol mahsuloti va aynan yurak qon tomir sistemasini ishini yaxshilab beradi. Hayotimizga xavf soladigan har xil holatlar bo'ladi. Infarkt, insult holatlari. Mana shu insult va infarktlarni oldini olishda juda katta yordam beradigan mahsulot. Wellner salomatlik markazi mutaxassislari ko'magida resveratrol va boshqa mahsulotlarni iste'mol qilganlar sog'lom hayotga qaytmoqdalar. To'g'ri, ba'zi insonlarning doimiy qon bosimi past yoki baland bo'ladi, lekin bu bor yo'g'i 7% odamlardagina bor xolos. Qolganlarda esa 160 ga 100 ishchi qon bosimi degan o'z-o'zini aldash holatlari bor. Og'ir asoratlarni esa sanab o'tishga hojat yo'q. Chunki insultning o'zi qon bosimi keltirib chiqaradigan eng yomon, jismoniy imkoniyatni cheklaydigan xastalikdir. Bir muammo ikkinchisini boshlab kelmasin desangiz, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mutaxassislar konsultatsiyasi va mahsulot yetkazib berish bepul. Eshik qoqayotgan kasallikka xayr deng.